Hammaga salom. Hozir sizlarga mana bu qalampirlarni pishirib ko'ramiz. Sizlarga ham o'zimizga. Idishga qo'yamiz. Ovozim ketib qolgan, uzr. Rosa ochiq narsa yegim kelayotgandi nimagadir bunaqa ovoz bilan, lekin dunganskiy bu somsa. Agar to'g'ri aytayotgan bo'lsam, ichida qalampir bo'lishi kerak. Lekin bilmayman anaqa tuxum surish kerakmidi, yo'qmi? Shunda qo'yib yuboramiz. Qanaqa suv chiqdi. Mana pishgan dunganskiy somsamiz. Achchiqqina shunda mana tagidan shuni yeb ko'rgan, tagida qoladi-ku. Anaqa yopishib. Mana men ozgina dunganskiy o'shansini yedim, shunaqa achchiq. Bismillahirrohmanirrohim. Afso'z. Naqbodli pomidor и olma bilan zapravka qilib yuborasizlar. Achchiq bo'lib ketsa. Menga yoqdi, menga achchiq narsalar yoqadi. Yo'qshi, mana ichini qaranglar. Mana bu qalampir ichiga go'sht solingan ekan. Menga yoqdi rosa ham, mazali. Pishirib tayyorlab bergan hamda sotib olib bizga yuborganlarni qo'lida